Yomon ekan. Sinab ko'ramiz. Mahsulotimiz yetib keldi. Ko'rganinglardek, bu mahsulot bilan uyingizdagi o'tmas pichoqlarni samuray qilichidek qilib o'tkir qilsangiz bo'lar ekan. Buni endi hozir video davomida sinab ko'ramiz. Videoni sinab ko'rish uchun uydan Chingizxonning qilichini olib keldim. O'tmas bo'lib qolgan ekan. Uyingizga chaqlab kelib birato'lasi deyishdi. Endi qog'ozni hozir videoda ko'rdinglar. Qog'ozda bundoq qilyapti. Bundoq qilsa mana atak kesilyapti ozgina. Uni dabdalaroq sal. Endi aytyaptiki, mana 15 ugul, mana 20 ugul ekan. Yopishtirasan deyapti. Ikkita sloyi bor deyapti. Bittasi keramika, bittasi almaz ekan. Buni olar ekanmizda, bunaqa shlifavat qilar ekanmiz. Bunday qilib bilishardi. Endi hozir bunday qilib almazning tarafida, bu yoq tarafida 5-6 marta yurgizib boramiz. Buni ushlab oldi. Короче, kesib tashladi. Qani? Uy! O'tkir pichoq mana shunaqa bo'lishi kerak-da. Bu mahsulotni bo'lsa olmaganinglar ma'qul.